Lilda ko'rdingizmi, Kanga borganini ton makiyaj bilan. No endi Giyopamiz istina наконец-то o'zini statusini, gomoseksualist statusini qabul qildi. Xuddi zaslуженный aktyorlardek Kanda qo'tabami bunga deylar. Kan festivalida qo'tab bormi? Men degan aktyorlarimiz bor. Saida Rametova, unga qo'tab bor ekan. Nimani zaslужил qilib qo'yibdi? Nima? Itam rasmga olmadi, ko'rdingizmi dedi. Uni tanimaydi-da. Endi известный aktrisa, aktyorlarimiz borgan dedi, boshqa gap edi. U kim? Nimada zaslужил qilib qo'yibdi? To'g'rimi? Lil dedi, Kan festivaliga boribdi dedi. Uni taniydimi? U ko'tinib bergani borgan, Kan festivaliga emas. Geylar padarkalar olib kelsa, "Atmi" deydimi? Lil ko'tarilib ketdi-yu, qanday ko'tariladi? Qaytib kelsa yana pastga tushadi. Necha xavotir olmang. Kan festivalida endi berib kelish kerak-ku briftasiga bechara. O'tib berdirtirmayapman men Toshkentda, ko'tirib olib yuribman. Bera olmayapti. Endi chet elga chiqib berib keladi-da. Boshqa vizajistlarga o'xshab, bir ikkita vizajistlarga o'xshab. O'zbekistonda bermaydi, чтобы ko't ochilib ketmasin, uchut yo'qib qo'ymasin deb. Shuning uchun boshqa chet elga chiqib berishadi. Ko'p aktyorlarimiz ham shunaqa qilishyapti. Bitta bolani ilashtirishib olib, chet elga chiqib ko'tinib berib kelishyapti. Alisher Uzoqovga o'xshab.